Homiladorlikda nima yeyish kerak? Bugun sizlar bilan shu haqda gaplashamiz. Homiladorlikda ona va bola uchun foydali bo'lgan 5 ta mahsulotni ko'rib chiqamiz. Homiladorlikda ovqatlanish nima uchun muhim? Xalqimizda bitta gap bor, ya'ni homilador 2 kishi uchun ovqatlanish kerak. Bu mutlaqo noto'g'ri. Asosiysi sifatli va muvozanatli ovqatlanish kerak. Birinchi mahsulotimiz tuxum. Tuxum bu oqsil manbai. Tarkibida xolin moddasi bor. Xolin moddasi homilaning miya va asab tizimi uchun juda muhim modda hisoblanadi. Tuxumni qanday iste'mol qilish kerak? Albatta, yaxshi pishirib iste'mol qilgan ma'qul. Chunki xom va chala pishgan tuxumlar homilador ayolga zarar bo'lishi mumkin. Ikkinchi foydali mahsulotlarimiz ismaloq, brokkoli va ko'katlar. Bu mahsulotlar tarkibida folat kislotasi bor. Folat kislotasi homilador ayolga ich qochishini oldini olishda juda katta yordam beradi. Bu mahsulotlarni salat, sho'rva qilib va bug'da pishirib iste'mol qilish mumkin. Uchinchi mahsulotimiz baliq. Baliq mahsulotlari tarkibida omega 3 kislotalari bor. Bu homilaning miya va ko'z rivojlanishida juda katta ahamiyatga ega. Lekin hamma baliqlar ham bir xil emas. Ayniqsa homilador ayolga pishmagan xom baliqlar mumkin emas. Ayniqsa sushi. To'rtinchi sut mahsulotlari: qatiq, kefir, tvorog va pasteurizatsiyadan o'tgan sut mahsulotlari. Bu mahsulotlar tarkibida kalsiy moddasi bor bo'lib, bu ona va homila suyaklari uchun juda muhim. Beshinchi mahsulotlarimiz meva va rezavor mevalar. Bular apelsin, banan, olma, qulupnay va boshqa rezavor mevalar homilador uchun juda muhim hisoblanadi. Mevalar tarkibidagi C vitamini temir moddasini o'zlashtirishga yordam beradi. Temir moddasi homilador ayol uchun eng zarur modda hisoblanadi. Bu 5 ta asosiy mahsulotlar albatta eng foydalilari, lekin bu ratsionni qoplamaydi. Ratsion turli xilma-xil bo'lishi kerak. Ratsionni albatta shifokor tavsiyasi bilan tuzib chiqish zarur. Yanada qiziqarli va foydali ma'lumotlarni bilishni xohlasangiz, sahifamizga obuna bo'ling.